السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا موضوع الريف والمدينة. درسنا الدرس الخامس. إن شاء الله في درسنا الحالي سنتعرف على الموضوع الريف والمدينة وسنتحدث وسنفهم إن شاء الله. Demek bugünkü mavzuyumuz الريف yani qishloq والمدينة ve shahar. الدرس الخامس. ders الخامس beşinci ders. Kelimatut ders. Kelimat so'zlar. Ders darsning. Darsdagi yangi so'zlar. Rifun bima'na qariya yani qishloq. Mazra'atun ekinzor. Bustanun bima'na hadiqa yani bog'. Kharufun qo'zichoq. Baqaratun sigir. Hisanun ot. Himarun eshak. Tozaj yangi yani sveji. Tag'rid degani g'arradat at-tuyur deyiladi, ya'ni qushlar chig'ir qildi, qushlar sayradi degan ma'noda, ya'ni qushlar sayrashiga tag'rid deyiladi. Sukkan aholi, ya'ni O'zbekiston aholisi sukkan O'zbekiston bo'ladi. Munazzam tartiblangan, nizomlashtirilgan. Al-qodi qozi yoki sudya deb tarjima qilsak bo'ladi. Mahkamatun sud, ya'ni mahkama yoki sud deb tarjima qilinadi. Sara yasiru, sara o'tgan zamon, yasiru hozirgi kelasi zamon. Ma'nosi yuradi, bo'ladi. Rasifun hamkasb degan ma'nosi bor. Kasul kaslan degandan ismu faul yasalgan, ya'ni bu bo'rttirib aytish, ya'ni judayam dangasa degan ma'noni anglatadi. Judayam dangasa. Yash'uru sha'ira yash'uru ya'ni his qilyapti degan ma'noni anglatadi. Tamam. Va namurru bi ta'biratid dars. Ta'birat bima'na ibora, ya'ni iboralar. Darsdagi yangi iboralar bilan tanishamiz. Hayvanatun alifatun. Hayvanat bil o'zbekiyya aydan hayvonlar. Alifa bima'na ulfat bo'lgan. Ulfat so'zi ham arab tilidan kirganda bizga ulfat bo'lgan nima degani, ya'ni yaqini bo'lib ketgan odamni ulfat deyiladi. O'zi u masalan qarindosh bo'lmaydi, lekin u bilan ulfat bo'ladi. Mana shu hayvonlar ham bizga ulfat hayvonlar qaysilar? Ya'ni uy hayvonlar degan. Shunaqa qilib yaxshi eslab qolsa bo'ladi. Ya'ni hayvanatun alifatun uy hayvonlari yoki qo'lga o'rgatilgan hayvonlar degan ma'noni anglatadi. Marakizul hukuma. Marakiz yani jam'u kalimatu markaz bil o'zbekiyya hakaza, ya'ni markaz. Markazlar degani marakiz. Al-hukuma hukumat markazlari. Tamam. وعندنا التدريب. أولا نحن نقرأ السؤال يعني السؤالين. أولا ما الفرق بين الصورتين؟ نما الفرق فرق بين أرسداجة الصورتين. ikkita surat o'rtasidagi farq nima? تمام. عندنا الصورة الأولى والثانية. في الصورة الأولى مدينة كبيرة وهي تمتلئ بالسيارات وأيضا الأبناء العالية وعندها كثير من الناس ويمكن أن نرى فيها ازدحام في الطرق. تمام. هل أنتم تفهمونني؟ Tamam. Demak, aytdimki, biz bu suratda shaharni ko'rishimiz mumkin va bu shahar sayyarat, ya'ni mashinalar bilan to'lgan. Tamtali bi as-sayyarat dedimi? Ya'ni mashinalar bilan to'lgan va indaha va unda yana baland binolar bor va unda yana ko'p odamlar bor dedim. Va yana biz rasmda mana bu yerda mana
nima probka dedim. Izdiham degani probka, ya'ni o'sha mashinalar tiqilinch bo'lib qolgan joyni ko'rishimiz mumkin deb aytdim. Tamam. وفي الصورة الثانية الريف أو القرية. تمام. وعندها كثير من الحيوانات الأليفة، منها الخروف والديك والطيور وهكذا. والناس يعملون بالهدوء، وهذا الشخص يركض السيارة خاصة للعمل في المزرعة. تمام. يعني biz bu suratda qishloqni ko'rishimiz mumkin va bu qishloqda hayvonlar bor ekan. Hayvonlar degani al-hayvonat al-alifani ko'rdik. Tamam. Va unda tovuqlarni, xo'rozlarni, qushlarni ko'rishimiz mumkin va u yerdagi odamlar sokin ishlashmoqda. ويبدو يعني تبدو القرية في القرية الهواء نظيف جدا، ولأن فيها كثير من الشجرات يعني الأشجار، لهذا السبب الهواء نظيف. تمام. وأيضا الطيور في السماء، وفي السماء أيضا صاف جدا. va bu yerda biz ko'rinib turibdiki, havosi toza bo'lsa kerak deyapman, chunki unda juda ham ko'p daraxtlar bor ekan va osmon ham musaffo ekan. Shuning uchun qushlar ham bemalol uchib yurishibdi deyapman. Mana shaharda birorta bir qush yo'q, chunki havosini qarang, o'zi ham bir xunuk bo'lib ketgan va tiniq turibdi. Tamam. Ikkinchi savol: hal tufaddilu al-aysha fi ar-rif aw al-madina? Siz tufaddil degani afzal ko'rasizmi al-aysh yashashni fi da ar-rif qishloqda aw al-madina yoki shaharda? Siz qishloqda yoki shaharda yashashni yaxshi, qaysi birida yashashni afzal ko'rasiz deb aytyapti. Va limaza, va nima uchun? Bu uyga vazifa, hamma o'zi mana shu masalan aytish mumkin. Men shaharda yashashni yaxshi ko'raman, chunki u yerda juda ham ko'p imkoniyatlar bor, o'qish imkoniyatlari, ishlash imkoniyatlari deb. Yoki qishloqqa. Men qishloqda yashashni yaxshi ko'raman, chunki qishloqda katta bo'lganman, toza havoni yaxshi ko'raman, hayvonlarni yaxshi ko'raman deb yozsa, nur ustiga a'lo nur. Tamam. Va naltaqi ila at-tadrib at-tali. عندنا نص صغير. نص بمعنى nas degani mana bu nas deganda mana bunday yoziladi. Mana. Nas mana sot bilan yoziladi. Nas degani matn degani. Tamam, sog'ir kichkina matnni ko'rib chiqamiz. Zahabtu, bordim. Zahabtu yawm al-utlati ila ar-rifi li ashum al-hawa an-nazif. Zahabtu, bordim yawm al-utlati, utla ta'til, yawma kuni. Nima ta'til kuni ila ar-rif. Qishloqga bordim. Li ashumma, hidlash uchun, al-hawa, havoni, an-nazif, toza. Toza havonidan nafas olish uchun qayerga? qishloqqa ta'til kuni bordim. زرت المزارع والبساتين الكبيرة ورأيت الحيوانات الأليفة مثل الخروف والبقرة والحصان والحمار. زرت tashrif buyurdim al-mazari' nima ekan? Ekinzorlarga, wal-basatin bustonning ko'pligida bu bog'larga, al-kabira katta bog'larga, katta bog'lar va ekinzorlarga bordim. Va ra'aytu, ko'rdim al-hayvonat al-alifa, uy hayvonlarini, misl al-xaruf qo'zchoqlardek, wal-baqara sigir, va hison ot, wal-himar eshak. Va men uy hayvonlarini ko'rdim. Masalan, eshak, ot, sigir va qo'zchoqlarni ko'rdim. Va sharibtul haliba at-tozaja, va toza sut ichdim.
وسمعت تغريد العصافير. سمعت eshitdim تغريد chug'ur-chug'urini العصافير degan عصفور عصافير yozib qo'ying. Bu chumchuq degani. Chumchuqlarning chug'ur-chug'urini eshitdim. ونمت تحت الشجرة. ونمت uxladim tahta tagida الشجرة daraxt. Va daraxtning tagida uxladim. وفي الليل جلست مع سكان الريف. وفي da الليل kechki paytda jalastu o'tirdim ma'a bilan sukkan aholisi rif qishloq va kechki payt qishloq aholisi bilan birga o'tirdim. Innahum latifuna va karimuna va yuhibbuna ad-duyufa kaseeran. Innahum ular latifuna judayam latif insonlar va karimuna ochiq ko'ngil va yuhibbuna yaxshi ko'radilar ad-duyuf mehmonlarni kasiron judayam va ular ochiq ko'ngil latif insonlarki ular mehmonlarni judayam yaxshi ko'rishadi. Haqqan innaha rihlatun ra'iatun. Haqqan rostdanam bu innaha degani shu rihlani aytyapti. Bu o'sha safar rihlatun ra'iya zo'r safar bo'ldi deyapti. Ajib anil as'ilatil atiya. Ajib javob ber anga al-as'ila savollar al-atiya quyidagi savollarga javob ber. Al-awwal limaza zahaba ila ar-rif. Nima uchun qishloqqa bordi? Va maza ra'a va nimani ko'rdi? Tepadagi tekstdan javob berasiz. Hal zahabta ila ar-rif? Tahaddath an zalik. Hal ma zahabta bordingmi? Ila ga ar-rif qishloqqa borganmisan? Tahaddath gapir an zalik bu haqida. وهذا أيضا واجب البيت لأننا نحن قرأنا النص لهذا السبب أنهم عرفتم ما معنى النص وأجب عن الأسئلة الآتية. تمام bizlar bilan tekstni o'qidik, shuning uchun sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bunga bemalol o'zingiz javob bera olasiz. Va indana at-tadrib at-tali annahu حوار يعني ديالوج. أول بشر aytyapti. من أين أنت يا ميسون. من أين أنت degani qayerdansan. Mindan ayna qayer anti sen qayerdansan. Ya maysun qayerliksan qayerdansan. Maysun ana min madinati Dimashq. Men دمشق يعني دمشق شهردانman. بشر سمعت أنها مدينة رائعة. سمعت eshitganman أنها يعني دمشق شهر مدينة رائعة زور شهر deb eshitganman. ميسون نعم إنها منظمة وشوارعها عريضة. نعم ها إنها منظمة tartibli يعني nizomlangan وشوارعها شوارع degani ko'cha. Shawari'uha ha degani ya'ni shu shaharning ko'chalari aridatun kengdir. Hal hiya muzdahimatun. Hal degani mi, hiya degani u, muzdahim degani tirband ya'ni probka. U tirbandmi ya'ni ko'cha tirbandmi deyapti. Bitta'kid kullul mudun hakaza. Bitta'kid degani bittoba طبعا degani ya'ni albatta. Kullul mudun har bitta shahar hakaza shunaqa bo'ladi ya'ni hamma shaharlar ham tirband bo'ladi deyapti. Limaza kullul mudun muzdahimatun. Limaza nima uchun kullu har bir al mudun shaharlar muzdahima ya'ni tirband bo'ladi. Nima uchun shaharlar hamma shaharlar nima bo'ladi? Tirband bo'ladi. لأن الأسواق الكبيرة ومراكز الحكومة في المدينة. لأن chunki الأسواق الكبيرة katta bozorlar va مراكز الحكومة hukumat markazlari fil Madina shaharda bor ya'ni shaharda hukumat markazlari katta bozorlar bor deyapti. تمام أجيب عن الأسئلة الآتية quyidagi savollarga javob ber. الأول من أين ميسون. ميسون qayerdan. الثاني أي مدينة تحب تحدث عنها. تحدث عنها. أي مدينة أي qaysi shaharni تحب yaxshi ko'rasan va u haqida gapir. تمام وهذا أيضا واجب البيت. وعندنا تدريب
ضع صحيح أمام الجملة الصحيحة وخطأ أمام الجملة الخطأ. aytyapti to'g'ri gapni to'g'risiga to'g'ri belgisini qo'y, noto'g'ri gapni to'g'risiga noto'g'ri belgisini qo'y deyapti. Tamam? Birga o'qiymiz. Al-hava'u fil madinati nazifun. Al-hawa havo fi da al-madina shaharda nazifun tozadir. Demak, shaharda havo tozadir deyapti. To'g'rimi gap? La xato. Lianna al-hava'u fi rif bo'ladi. Tamam? Mana bu Madina emas, rif bo'ladi. Shuning uchun bu bizda x. Dimashqu madinatun ra'iatun. Damashq shahardir, ajoyib. Damashq ajoyib shahardir. Haza sahih aw al-khata? Tamam, haza sahih. رأيت في المدينة الخروف والبقرة. رأيت كردم في المدينة شهرda الخروف ما معنى qo'zichoqlarni والبقرة وسيقرlarni ko'rdim deyapti. هذا صحيح؟ لا. المدينة تمتلئ بالسيارات بدون الخروف والبقرة. تمام؟ يعني shaharda hech qachon qo'y-qo'zilar yurmaydi. Tamam? Unda mashinalar to'la bo'ladi. Bu xato. كل المدن مزدحمة. كل har bir المدن shahar مزدحمة يعني تربانتر. هذا صح. وعندنا هناك أسواق كبيرة في الريف. خطأ. لأن أسواق كبيرة في المدينة وهذا خطأ. سكان الريف لطيفون وكريمون. سكان أخالص الريف qishloqning latifuna ochiq ko'ngil va karimuna saxiy insonlardir deb aytyapti. Va haza sah. Tamam. إذن عندنا القاعدة. تمام. mana لاحظ ما يأتي. nima kelganini mulohaza qil. Bu yerda grammatik qoida berilgan. Bu grammatik qoida qiyin emas, juda ham oson qoida. Bu haqida avvallari ham aytganman, lekin yana bir ko'rib ketamiz, tamam? Demak, biz sizlar bilan kishilik olmoshlari bilan tanishib olganmiz. Ya'ni ana qaysi ular kishilik olmoshlari? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Bular kishilik olmoshlari, ya'ni men, sen, siz, ular, biz deb aytish, bular kishilik olmoshlari deyilar ekan. Demak, kishilik olmoshlar birdek, ya'ni men bordim, sen kelding, u bordi deyishdi, to'g'rimi? Lekin mening kitobim, uning olmasi, ularning daftarlari deyishni bilasizmi? Buni bilmasangiz, hozir o'rganib olasiz. Demak, kitob so'zi mana. Ko'ryapsiz? Kitob so'zi. Unga mening kitobim deyish uchun ye qo'shiladi. Mana. Ye qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, kitob plus ye, kitabi. Kitabi. Kitabi degani mening kitobim. Bizning kitobimiz bo'lsa-chi, kitob plus na. Kitabuna. Kitabuna bizning kitobimiz. Sening kitobing muzakkarga. Kitob plus ka. Kitabuka. Kitabuka. Sening kitobing. Sizning ayolning kitobi. Kitabuki. Kitabuki. Siz ikkingizning kitobingiz. Kitabukuma. Kitabukuma. Sizlarning erkaklarning kitobingiz. Kitabukum. Sizlarning ayollarning kitobingiz. Kitabukunna. Endi uga keldik. Huwa. Uning kitobi erkakka nisbatan. Kitabuhu. Kitabuhu. Hiya. Uning, u ayolning kitobi. Kitabuha. Kitabuha demak mana hani o'zi bo'lsa erkak kishiga, yoniga alif qo'shilsa ayol kishiga ekan. Kitabuha uning kitobi. Huma ularning, u kishisining kitobi. Kitabuhuma. Tamam? Hum ularning, erkaklarning kitobi. Kitabuhum ularning, ayollarning kitobi. Kitabuhunna.
ana zunnu haza sahlun jiddan lakum. Men o'ylaymanki bu qoida sizlar uchun juda ham oson, chunki buni avvallari ham juda ko'p ko'rganmiz. Idan indana al-jumal wa nahnu naqra wa nutarjim, tamam? Wa nulahiz fi dimag'ina. Bizda mashq bor ekan va buni birga o'qib tarjima qilamiz va miyamizda tahlil qilamiz biiznillah. Hada kitabi. Hada bu kitabi, kitobim. Hada kitabuna. Bu kitobimiz bizning. Hada kitabuka. Bu sening muzakkarning kitobi. Hada kitabuki. Bu sizning kitobingiz ayolga nisbatan. Hada kitabukuma. Bu erkakka ham ayolga ham bo'laveradi. Siz ikkingizning kitobingiz. Hada kitabukum. Bu sizlarning kitobingiz erkaklarga. Hada kitabukunna. Bu sizlarning kitobingiz ayollarga. Hada kitabuhu. Bu uning kitobi. Birlik erkak kishiga. Hada kitabuha. Birlik ayol kishiga. Hada kitabuhuma. Bu ularning kitobi, u kishining kitobi. Hada kitabuhum. Bu ularning kitobi. Hada kitabuhunna. Bu ularning ayollarning kitoblari deb aytdik, tamam? وعندنا تدريب وهذا واجب البيت أيضا لأن نحن يعني قرأنا الأمثال الكثيرة لهذا السبب وقتنا ضيق جدا tamam. Bu uyga vazifa, chunki bu ham juda ham oson. Bittasini qilib ko'ramiz. Hum yamlikuna qalaman. Hum yamlikuna qalaman. Hum ular yamlikuna egalik qiladilar qalaman qalamga. Ya'ni u bo'lgandan keyin ularning nimasi deyishimiz kerak? Ularning qalami deyishimiz kerak. Nima deymiz? U erkaklarning qalami desak, humga nisbatan. Qalamu hum. Tamam. Bu yerga qalamu hum deb yozamiz. Qalamuhum. Tamam. Ularning kitoblari. Hiya tamliku qalaman. U qalamga egalik qiladi ayol kishi birlikka. Nima deymiz? Qalamu. Tamam, ahsant. Qalamuha bo'ladi. Tamam. Idan uktub kama fi namuzaj. Namunadagidek qilib yoz. Hada kitabuhu. Bu uning kitobi. Hada kitabu lahu. Demak, lahu degani xuddiki mana bu kitabuhu deganga o'xshab ma'no beradi, lekin mana bu lahuda sal ma'nosi ta'kidlanadi. Ya'ni aynan uniki kitob degan ma'noda. Ya'ni bu kim kitobi deyishsa, u uning kitobi deb buni aytgandan ko'ra, buni aytsangiz aniqroq aytasiz. Lahu, ya'ni unga tegishli degan ma'noni beradi. Xohlasangiz bunday, xohlasangiz bunday bersangiz ham bo'ladi degan. Masalan, hadihi sayyaratukunna. Bu ularning mashinasi. U ayollarning mashinasi. Tamam? Endi bu mashina ularga tegishlidir desak, hazihi sayyaratu lahunna deysiz. Tamam? Lahunna. Hazihi sayyaratu laha. Tamam? Shunga o'xshab bemalol o'zingiz qila olasiz biiznillah. Uktub ad-damir al-munasib مكان الأسماء التي تحتها خط كما في النموذج. Munosib domir degani olmoshni, munosib bo'lgan olmoshni bo'sh joyga yoz, deyapti. Ya'ni mana bu tagiga chizilgan so'zlarga munosib bo'lgan olmoshni bo'sh joyga yozish kerak ekan. Tamam? Unda birgalikda qilib ko'ramiz. Hada baytu Ahmada. Bu Ahmadning uyi. Endi bu uning uyi desak qanday bo'ladi? Hada baytu hu, chunki Ahmad birlikda hisoblanadi. Hada baytu hu. Hada daftaru Fatima. Fatima ayol kishi va u uchinchi shaxs bo'lgani uchun u deb uning deyishimiz kerak. Unga ha qo'shiladi. Unda hada daftaru ha bo'ladi. Hada manzilu tullab. At-tullab ko'plikda turibdi va ular muzakkar. Ular muzakkarga hum qo'shilarda. Hada manziluhum. Tamam, shunga o'xshab qolganlari ham mana shunday bo'lib o'tadi. Va indana
harfun jadid huwa al-ya. Bizda yangi harf ya harfi. Mana shu yerga ya harfining mana so'z boshida, so'z o'rtasi, so'z oxiri va yakka holatda kelishi berilgan. Buni yozib, mashq qilib, mana bu yerga mashqlarda ham ya harfini o'rnatib chiqish kerak. Tamam? Mana. Yad, mukayyif. Menda kompyuterda yozilishi qiyin bo'lyapti. Mana mukayyifun, al-qodi. Tamam? Shunday qilib yozib chiqiladi. Va ya harfi uchun yana o'qish uchun mashqchalar, bular ham uyga vazifa, عندنا تدريب للترجمة والقراءة. Tamam? Biz o'qib tarjima qilamiz. Juda ham kichkina gaplar berilgan. Bu tarjima mahoratini va o'qish mahoratini yaxshilaydi. Biiznillah. Al-qodi ya'malu fil mahkama. Al-qodi sudya ya'malu ishlaydi fil mahkama sudda. Sudya sudda ishlaydi. Yashrabu Yahya ash-shaya. Yashrabu ichyapti Yahyo ash-shaya choyni. Yahyo choyni ichyapti. Hadha ar-rajulu nahifun. Hadha bu ar-rajulu kishi nahifun ozondir. Bu kishi ozondir. Layla tuhibbul yasmin. Layla tuhibbu yaxshi ko'radi yasmin. Yasmin gulini yaxshi ko'radi. Yasiru an-nasu 'ala ar-rasif. Yasiru yuryapti an-nasu odamlar ala da ar-rasif. Ar-rasif yana bir ma'nosi yo'lak, ya'ni odamlar yo'lak ustida yuribdilar. Yamin tolibun kasulun. Yamin tolibun talabadir, kasulun juda ham dangasa. Yamin juda ham dangasa talabadir. Laysun la'ibun qawiyyun. Lays la'ibun o'yinchidir, ya'ni sportchidir, qawiyyun kuchli. Kuchli sportchidir. Baytu jaddi qadimun. Baytu uyi jaddi bobomning qadimun eskidir. Bobomning uyi eskidir. Savtul asafir ra'i'un. Asafir chumchuqlar, savtu nimasi ovozi. Chumchuqlarning ovozi ajoyibdir. Al-mukayyifu muhimmun fi sayf. Al-mukayyif ma'na konditsioner degani. Muhimmun muhimdir, ya'ni muhim ahamiyatga egadir fi da as-sayf yoz faslida. Ya'ni konditsionerning o'rni yoz faslida kattadir. Al-qittatu hayvanun alifun. Al-qitta mushuk, hayvanun alifun uy hayvonidir. Yash'uru Yasirun bi alamin fi yadihi. Yash'uru his qilyapti Yasir Yosir bi alamin alamni fi yadihi qo'lida. Ya'ni Yosirning qo'li og'riyapti. Yosir qo'lida og'riqni his qilyapti deb tarjima qilamiz. Tamam? Va darsuna intaha. Men sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, ma'assalama.